qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan vahshiylikini muzokara qilishni rad qildi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti 6 oktyabr kuni Sharq Turkistonliklar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan tashlab Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini muzokara qilishni rad qilgandan keyin Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan tekshirish boshlatishga chaqiriq qiladi degan temada axborot e'lon qildi. Xitoy Amerikaning yadro qurollari tajribaxonasiga tuzoq qurgan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan vahshiylikini muzokara qilishni rad qildi. O'tir Sharq ko'zining 6 oktyabr kunidagi xabarida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning lobbichilik qilishi natijasida G'arb hukumatlari rahbarligidagi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata tutgan muomalasini muzokara qilish harakatini rad qildi. Amerika va uning ittifoqdoshlari sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari oliy komissari Mishel Bachelet to'limi ta'sisida e'lon qilgan Sharq Turkiston doklatidan keyin o'tgan oyda Xitoyni nishon qilgan atalmish Xinjiang to'g'risida ozg'ina bir muzokara qilishni talab qilgan qaror loyihasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining eng yuqori darajali huquq organiga sungan. Atalmish Xinjiang haqida muzokara elib berishga qarata kengashning 47 a'zosi ichida 19 a'zosi qarshi bilet tashladi, 11 a'zosi voz kechdi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Inson haqlari kengashi bosh elchisi Michelle Taylor Amerika atalmish Xinjiang haqidagi muzokarani to'solg'iga uchratgan bugungi saylamni ayblaydi dedi. Amerikaning sheriklari va Pokiston, Sudan, Qatar, Saudiya Arabistoni qatorliq musulmon davlatlari, O'rta Osiyodagi Qozog'iston va O'zbekiston Amerikaning tirishchanligiga zarba berib, harakatga qarshi bilet tashladi. Malayziya va Liviya voz kechdi. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi O'tir Sharq ko'zining muxbirining ziyoratini qabul qilib, biz Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni qo'llagan musulmon davlatlarning xiyonatchiligidan bak umidsizlandik dedi. Xitoy dastlabda dokladga inkos qaytarib, atalmish baholash Xitoyga qarshi kuchlarning to'qib olgan farzi, xato tashviqot, siyosiy kontrol degan. Bu qarorni Amerika o'tirg'i qo'ygan Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya va Turkiya qatorliq davlatlar buningga ergashgan. Afrika davlatlaridan Somaliya qo'shilgan deyildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashi 6 oktyabr kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, shundaqla insoniyatga qarshi jinoyatini muzokara qilishni rad qildi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti 6 oktyabr kuni Sharq Turkistonliklar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan tashlab Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini muzokara qilishni rad qilgandan keyin Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan tekshirish boshlatishga chaqiriq qiladi degan temada axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 47 a'zosi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq vaziyati to'g'risida munozara elib berish uchun bilet tashladi. Bilet tashlash natijasida Chex, Fransiya, Yaponiya, Polsha, Angliya, Amerika qatorliq 17 davlat munozarani qo'llab bilet tashladi. Braziliya, Hindiston, Liviya, Malayziya, Ukraina qatorliq 11 davlat bilet tashlashdan voz kechdi. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining Yevropada turishliq vakili Mamdumin A'lo apandi biz muzokara elib berishni qo'llab bilet tashlagan davlatlarga apirin aytamiz. Bu 17 davlatning Sharq Turkistondagi zulmga uchragan kishilar bilan birga adolatsizlikka qarshi turganligini ko'rib xushal bo'ldik dedi. Xalqi asosliqi musulmon bo'lgan Indoneziya, Qozog'iston, Pokiston, Qatar, Sudan va O'zbekiston qatorliq 19 davlat Xitoy bilan ittifoqlashdi. Bilet tashlash natijasidan Sharq Turkiston diasporasi qattiq umidsizlandi va yergindi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyor apandi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi vijdonsiz, axloqsiz hukumatlardan tashkillangan. Biz bu harakatga qarshi bilet tashlagan Xitoyning Sharq Turkistondagi turk musulmonlarga qaratilgan vahshiylikini nomussizlarcha qo'llaydigan musulmon davlatlarining nomussiz xiyonatini betaraf turib olgan davlatlarning parvosizligini qattiq ayblaymiz. Zulmga sukut qilish zolimga sherik bo'lganlik dedi.
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi Xitayning Sharq Turkistondagi vahshiylikni munozir qilishni rad qilgandan keyin Sharq Turkiston surgundi hukumati shaxs va tashkilotlarni Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining 2020 yili 7 oyning 6 kuni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan sungan da'vosini qo'llash. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan tekshirish etish uchun besim qilishga chaqiriq qildi deyildi. Xitoy Amerikaning yadro qurollari tajribaxonasiga tuzaq qurgan. Mail Online torining 6 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, kishini hayron qoldiradigan dokladda aytilishicha, uchurni doklad qilish uchun yuqori darajalik olimlarni taklif qilish maqsadida Yangi Meksikaning Decades asliyalariga singib kirgan. Necha 10 yil davomlashgan planda Amerikaning oldingi qatordagi yadro tajribaxonasidan danglik olimlar taklif qilingan. Hozir Cumhuriyetçiler Los Alamos davlatlik tajribaxonasida ishlagan kam deganda 162 nafar olimning 1987 yildan 2021 yilgacha Xitoyga berib, davlat ichi turli tadqiqot va taraqqiyot programmalarini qo'llash ahvolini tekshirishini talab qildi. Olimlarning ko'pinchisi Beijing qo'llagan kasbiy taraqqiyot va o'qish yordam puli programmasidan bahramand bo'lgan. Bu Xitoy Kompartiyasining Amerikadagi ta'sirini oshirishni maqsad qilgan eng yangi kishini andishiga soladigan taraqqiyot. Ular Xitoyga qaytib qurol-yarog' ichish, uchqishsiz avtomatik mashina, yuqori suratlik ovoz, reaktiv motor, suv osti paraxoti qatorliq oldingi qatordagi harbiy va qo'sh ishlatish texnikasi tadqiqotiga tuhfa qo'shish turlarida ishlagan. Florida shtatining Avom palata a'zosi Michael Waltersning boshchiligidagi Bayden hukumatiga sunilgan xatda Los Alamosning sobiq a'zolari ishlagan Xitoyning davlat ichi programmalari qurol ichish va oldingi qatordagi harbiy texnika tadqiqoti qatorliqlarni o'z ichiga oladi deyildi. Türk xalqi vatanparvarlik to'g'risida mundaq deydi. Vatanparvarlik tarozining bir tarafiga qo'yilganda, yana bir tarafiga qo'yib, uni tangpinlashtira oladigan bir narsani topqili bo'lmaydi. Vatanparvarlik tuyg'usi har qanday tuyg'udan ustun turadi. Ba'zilari urushda yaqinlaridan ayrildi, ba'zilari qaytib kelishni zodimi o'ylamay oldingi safga boradi. Agar vatani bo'lmasa, insonning nima qimmati bo'lsin? Agar inson qafasdagi bulbulga o'xshash mahbusga aylansa, yeydigan nonning ta'mimi sözünün ma'nosimi bo'lmaydi. Agar bir kuni yo'l ayirishga to'g'ri kelganda, qilchima ikkilanmay jonini berish, shehidlik martabasiga erishish mana bu vatanparvarlikdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.